Sulaymon Rojihiy maktabda yaxshi o'qigan ekan. Bitta savolni bersa, men deb turib Sulaymon Rojihiy javob berib qo'ygan ekan. Bo'ldi, sen bepul boraverasan, pul bermay qo'yaverasan deb turib olib ketgan ekan. Keyin Sulaymon Rojihiy yaxshi o'qib, akasi bilan birgalikda Rojihiyya degan bankni ochgan. Birinchi Jiddaga ochgan, Jidda shahriga. Keyin u bank rivojlanib, hozir 10 mingdan ziyod, dunyo bo'ylab 10 mingdan ziyod banklari bor deydi kitob nimalarda, xabarlarda mana. Mana shu masjid Sulaymon Rojihiy masjidi 2-etajga hatto eskalatorda chiqadi. Juda hashamatli masjid. Mana orqasidagi sariq mehmonxonalar hammalari Sulaymon Rojihiy mehmonxonasi. Bu yer qimmat mehmonxonalar. Siz bizga o'xshagan oddiy odamlar turolmaydi. Amerikadan, Angliyadan kelgan kuchli boylar turadi. Mana o'zini mashinalarida kelib turishadi. Ichida hamma sharoit. Biz kelib hozir Ko'paradagi ko'kanamzorda ketgan uy ovqatimizni shu yerda yeb, o'sha yerda shom xuftonlarni inshaalloh ertadan keyin ertagami men o'zim xabar berib chiqaman. Nima qilamiz? Shu Sulaymon Rojihiy masjidining yonidagi markazi. Endi Sulaymon Rojihiyda nima karomati bor desa, Sulaymon Rojihiy